birinchi etajdan 2 xonali shunaqa tayyor remontlari bilan bo'lsa, ota-onamga yoki farzandlarimga olib beraman deb yurgan, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, Humo to'yxonaning orqasidan birinchi etaj 2 xonali uyda sizlar uchun mana topib qo'ydim. Remontlarini ko'rishinglar mumkin. Yangi remont uylarni ichiga baho berasizlar. Juda ham did bilan qilingan. Bu kirish qismi ekan. Uyni balandligi 3.70. Juda ham go'zal. Yer uylarga o'xshaydi va bu yerda to'pli pol ekan. Bu sistemalarni ko'ringlar, hamma yoq qimmatlaridan qo'yilgan. Bu yoqqa chiqqanda oshxona, kotyolari bor ekan, gaz plita, vытяжка va kuxonniy mebellari bilan. Pastda nomerlarini qoldiraman, egalarini $35,000 so'rashyapti. Biz $30,000 sizlar uchun tushirdik. Ko'ringlar, shoshilib olinglar. O'zi bir dona bor ekan.